Xullas yaqinlar, erkak kishini hayoti davomida 4 xil holati bo'ladi. Hozir hamma 4 xil holatda aytganda bolalar ya'ni shunaqa deb boradi. Birinchi holat, любой erkak kishini hayoti davomida bir marta bo'lsa ham zalga chiqib kachok bo'lib ketgisi kelib qoladi. O'zidan o'zi prosta bor yoki o'zidan o'zi prosta kalla qo'yib qoladi. Men zalga chiqish kerak bo'ldi, kachok bo'lish kerak, o'zi figuraga qarash kerak deb qoladi. Ikkinchi holat, любой erkak kishi hayoti davomida bir marta bo'lsa ham billa haqiqiy sevgi xohlaman-da, shu romantika, obнимашки, поцелуйчики, такой mehr xohlaman deb qoladi. Prosta tepib qoladi. Sevgi kerak bo'lib qoladi bizga, o'zimizdan o'zimiz bor. Uchinchi holat, любой erkak bu holatda umri davomida boshidan o'tkazadi. Ya'ni bu stressiy holat bo'ladi. Dumkaga tushib qoladi, sirazi o'ziga savol berishni boshlaydi. Men bir tiyinman, men hech kimman, qo'limdan hech narsa kelmaydi. Undan ko'ra tug'ilmasam ham bo'lardi degan savol ham miyada o'ynab qoladi. Bu uchinchi holat. Aynan mana shu holat ko'p erkaklarni afsuski sindirib yuboradi. Bu holatdan chiqish chunki juda qiyin. Hamma erkakning hayoti davomida bo'ladigan 4-holat bu o'zimizdan o'zimiz bo'ldi, men soqqa qilishim kerak, milliarder bo'lib ketishim kerak. Bo'ldi-da, tur kutingni ko'tar, bo'ldi, soqqa million tudan million suda. Shunchalik ko'p pul topishim kerakki, hamma qilib qolish kerak deydi. Bo'ldi, mana shu. Xullas, erkaklar mana shu 4ta holatdan o'tganmisizlar yo'qmi? Agar bu 4ta holatdan o'tmagan bo'lsanglar, mujiki e'tiboringlar, hozir qaysi holatda qotib qolgansizlar? Uzoqda emas, yoningda xatar.